Bismillah. Maşallah. Subhanallah. Maşallah. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Assalomu alaykum, hurmatli Shifo karvoni kanalini kuzatuvchilar. Hozir mana shu zavrga keldim. So'zni boshladim-u, tortyapti. Xudo xolasa bugun mana shu joydan sizlarga chiroylik va mazmunlik ov qilishga harakat qilaman. Joy biroz noqulay, juda ham qamish, soyabonlarni zo'rg'a o'rnatdim. Bu tarafni ham ko'ryapsizlar, qamishlarni yotqizdim. Xullas, mana shu joyda hozir zavur tepa tarafi ketgan, bu tarafi ham xuddi shunday. Xudo xolasa bugun mana shu joyda siz azizlar bilan ov qilamiz. Bu yilgi mavsumni tozalik bilan boshlamoqchiman. Mana 2024 mi yo 23 mi qachon kelib joylashgan bu baklashkalar bizdan oldin kelib joylashgan, hali ham chirimasdan suv yuzasini husnini buzib turibdi. Shuning uchun poklikka e'tibor beringlar. Bu yilgi mavsum hammamizga barakatli bo'lsin, poklik yili bo'lsin deb shuni niyat qildim. Barcha ovchilarga shu narsani taklif qolaman. Qaysi joyga borsangiz, o'zingiz bilan birga olib kelgan baklashkalarni qaytarib o'zingiz bilan olib ketib, maxsus joylarga tashlashligingizni iltimos va taklif qilib qolaman. Chunki bu joylarni biz ovchilar pokiza tutmasak, boshqa joydan kelib hech kim tozalab bermaydi. Xo'p, hozir po'klik qilib tashladim. Kurchogimiz 15lik mayda baliq bor, tortyapti. Tepa tarafga do'nka otib qo'ydim, ikkita. Uni videoga ola olmadim, sababi vaqt qisqa. Jing'iroq ovozi eshitildi. Xudo xolasa agar qasratib urib qolsa, uni ham olib kelib sizlar bilan inshaalloh baham ko'ramiz. Kuzatishlikda davom etinglar. Robbi yassir va la tuassir, Robbi tammim bil xayr. Allohumma rzuqna bi g'ayri hisab. Allohumma rzuqna bi g'ayri hisab. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Ovlarimizni Alloh taolo manfaatli qilsin. Jing'iroq ovozini menimcha sizlar ham eshitdinglar. Bu tarafda po'k ham tortyapti. Qani kun juda ham issiq do'stlar. Ayniqsa Andijon. Ko'proq yoz mavsumlarida tungi ovlar yaxshiroq bo'ladi. Shuni ham ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketishlik kerak. Arnasoylarga borishlikni hozir hojat yo'q deyapti ba'zi do'stlarimiz. Kechasi ham, kunduzi ham issiq. Asosan avgust, sentyabr biroz salqin tushib qoladi. Shunda ov xudo xolasa yana ham qiziydi inshaalloh. Baliq ovda vaqt juda ham ko'p bo'ladi. Dilda yoru dasbakor. Tilingiz, dilingiz zikrda bo'lsin. Qo'lingiz mehnatda bo'lsin. Ulug'lari nasihatlari. Shuning uchun baliq ovga kelganda ko'p istig'for, tasbih aytib Alloh taoloni yod etib turishlik kerak.
Chunki qiyomat kunida vaqtdan ham so'ralamizda. Hurmatli ovchilar, butun mavsum ovda yuradigan hamkasabalar bor, baliq ovchilar. Umr zoyi ketmasin. Agar siz 3 oy mobaynida yoki 6 oy mobaynida ov qilsangiz, Allohni zikr qilsangiz, albatta vaqtingiz zoyi ketmaydi, Xudo xolasa. U degani siz 6 oy Allohni zikr qildingiz. 6 oy tasbih aytdingiz, 6 oy istig'for aytdingiz. Ya'ni ov mavsumida. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Vaqt juda qimmatda, vaqt. Vaqt juda qimmat turadi. Vaqtni qimmatini vaqti o'tmayotganlardan so'ra deydi-yu. Qani edi endi shu sog'lik, shu vaqt menga qaytadan berilganda edi deb yotganlar qancha. Qani edi endi shu oyog'im yo qo'lim, ko'zim berilganda edi. Mana bu narsalarni qilgan bo'lardim deb yotganlar qancha. Alhamdulillah, siz bilan bizda o'sha oyoq, qo'l, ko'z, vaqt bor. Shuning uchun do'stlar, Allohni esdan chiqarmaylik. Yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Ba'zida kommentariyaga ko'zim tushib qoladi. Domla ko'p gapirasiz deydi. Mana men ko'p gapiraman, foydasi bor-da. Kelib apanda aytmayman-ku. Bir anekdot aytib bermayman-u. Allohni eslanglar, yaxshilik qilinglar, pokiza tutinglar. Tabiatni deyman. Voy, mashalloh. Nima qildi bu? Zaseb qoldi. Endi buni chiqaramiz do'stlar hozir. Baliqni emas, zasebni. Xo'p, do'stlar, joyini biroz o'zgartirdim. Tepada zaseb ko'p ko'rdinglar. Juda ko'p ilashtirib oldim. Shuni og'ziga qoldi. Bismillah. Joylar juda go'zal. Ovga kelganda bir xil yem bilan kunni kechiktirish xato. Mana hozir makka solib ko'rdim. Tortmasa, ya'ni uzoq vaqt turib qolsa, qamushni o'sha tepa tarafdagi mana bu oqini, mana shu yumshoq yerini solib ko'ramiz. Unda ham bo'lmasa beda solib ko'ramiz. Va hokazo. Unda ham tortmasa rizqimiz yo'q ekan deymiz. Endi sabablarini chiroyli qilib o'rishlik kerak. Sabablarini. Masalan, ba'zilar aytadi, rizqing bo'lsa chiqadi deydi. Rizqni sabablarini ham chiroyli qilishlik kerak-da. Masalan, kasb hunar qilasiz. Tovarni do'konga olib chiqasiz, do'konni bismillah deb ochasiz, keyin Allohga tavakkal qilib sotishni boshlaysiz. Rizq qancha, o'shanga qarab Alloh taolo rizqlantiradi. Sabablarni qilib qo'yishlik kerak. Baliq ov ham xuddi shunday sabablarni qilasiz, Xudo xolasa chiroyli qilib, nasiba bo'lsa chiqadi. Ba'zi holatlarda baliq ovga qiziqmaydigan odam, sizlar tashlaveringlar, men marta ham tashlab o'tiraman deb bitta kaltakka bog'lab berasiz.
burchakka tashlab, yonboshlab telefon o'ynab yotadi. Vaqti kelsa shunikini tortadi. Shuni qalmog'ini olib ketishligi ham mumkin. Rizq o'shanda bor ekan, u ham sababini qilib burchakka tashlab qo'ydi-da. Sababini qildi u ham. Lekin biz aytamizki 99% bunga ishonch yo'q deymiz. 1% Alloh taolo rizqlantirib qo'ygan bo'lsa, hech narsa emas. Do'stlar, bugun biz kunlashdik. Do'stlar, ovni qiyinchiligi ham o'ziga yarasha gashti bor. O'ziga yarasha gashti bor. Teparoqqa yurib ko'raylik. Bironta yaxshi ochiq yer yo'qmi? Suv go'zal. Endi bitta dron olamiz shekilli. Dronda ov qilamiz shekilli. Hop, tepa tarafga o'tib ko'ramiz. Hop do'stlar, hozir joyda biroz o'zgartirdim. Amurga harakat qilib ko'rdim, xudo xolasa. Bu esa sazanga. Qani nasib, xudo xolasa. Suv bor yerda hamma baliq bo'ladi inshaalloh. Amur, sazan, laqa, ilonbosh rizq qilganicha inshaalloh. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. Do'stlar,
Bu sabr bu. Amur bor, amurlar yuribdi. Lekin yemga qaramayapti bedaga. Cho'qlab qo'yyapti. Rizq nasib etsa kelar Shomu Iroqdan. Benasiblar ketar qoshu qovoqdan. Agar Alloh taolo rizq qilsa, Shomdan ham yetib kelar ekan insonning rizqi. Agar rizq qilmasa, nasib qilmasa, ko'zingizni oldida tursa ham yeyolmas ekansiz. Joylar juda go'zal. Oqim deyarli yo'q. Bu zavrda suv to'xtagan. Lekin baliqlar to'q qandaydir. Qamush ko'p. Ichida ozuqa ko'p. Va hokazo axlatlar ham ko'p. Demak, odam ham ko'p. Bedaga qiziqqanlar bor edi, qanday o'tkazasiz domla deb. Qattiq tarafini o'tkazsa, baki pastda qoladi, chunki uzoq joylarga otsangiz, Xudo xolasa bu tushib qolmaydi inshaalloh. Ma'lumot o'rnida yangi o'rganguvchilarga bitta saboq. Mana bu ikkinchi uslub beda o'tkazishdi. Bu holatda sanchilmaydi mana. Leskani o'raymiz faqat. O'rab shunday bir 2 marta chugib qo'ysak kifoya qiladi. Mana. Bu kurchoq mana ichida, ya'ni amurni og'zi katta bo'ladi. Xudo xolasa sabablarni qilaveramiz. Rizq berguvchi Alloh taoloni. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Subhanalloh, inshaalloh. Inshaalloh. Bedani ham verhani singari tortyapti. Subhanallohi va bihamdihi subhanalloh. 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 Maşallah. Maşallah. Ana do'stlar, sabr qilsang o'g'ridan holva bitar. Sabr qilsang o'g'ridan holva bitar. Kichik bo'lsa ham do'stlar, maşallah.
Mana do'stlar, beda va amur. Beda va amur. Maşallah. Bitta uslubi bedani sal putavoramiz. Mana bedani putavoramiz. Mana shoxlarini. Mana bu bandi qattiqroq qoldi. Yana bitta qilamiz yana hammasini. Mana yana bitta. Uslubi. Bunga peletonka bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki mana leska ko'ryapsizlar. Leskada qirchilishi bor mana. Lekin leskamizdan 5lik. Qalinroq bo'lsa zarari yo'q. Mana yana bitta solib ko'ramiz. Xo'p do'stlar, kechga tomon baliq yurib qoldi. Kechki salqin yurib qoldi mana. Ba'zida kullab, tullab kutasan. Bismillah. Bismillah. 1 soatda hal bo'ladi. Shuning uchun baliq ov deydi buni. Bismillah. Bismillah. Maşallah. Mana do'stlar. Mana do'stlar. Mana do'stlar. Mana do'stlar. Sabr qilsang oradan havo bitar. Uzasik. Amur ekan. Do'stlar, kurashamiz endi. Kurashamiz. Maşallah. 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 Do'stlar, natija. Mana do'stlar, sababini qildik. Shunga yarasha Alloh taolo rizqlantirdi, alhamdulillah. 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 Xo'p do'stlar, bu baliq biroz kichik ekan, ya'ni 700 bor. Avvalgisini ham qo'yib yubordim. Xudo xolasa 2 kilolik bo'lganda nasib qilsa ushlaymiz inshaalloh. Mana shu joyda ovchilarga ham shu narsani tavsiya qilib qolaman. Baliqlar kichikroq bo'lsa, mayda baliq yoki ko'p miqdorda ushlagan bo'lsangiz, qo'yib yuborishlaringizni tavsiya qilaman. Endi hammasini ham emas, balkim rizqingizga yarashasini olib, Xudo xolasa katta bo'lsa, shuni inshaalloh o'zimiz ushlaymiz. Bu ham inshaalloh tabiatga ozgina bo'lsa ham hissangizni qo'shish deb o'ylayman. Bizdan keyingilar ham Xudo xolasa mazza qilsin.